Ha o'g'lim, ketotuvmiding? Ben ketyapman. Tinchlikmadi, menda ishingiz bormidi? O'tgan ishxonamdan ham 3 marta sizlarni doktorga olib borib kelib, haydaldim. Bir oydan beri ishsiz yuribman, itga o'xshab. Hozir bir joyda ish bor ekan. O'shaqa suhbatga ketyotgandim. Birpas tinch qo'yib turinglar meni. Yaxshi borib kelgin deb duo qo'ymoqchi. Ey, qo'ysizchi. Robbim, shu o'g'lim ham qiynalib ketdi. O'zing yo'lini ochgin. Qatta bo'lsa ham yuzini nurli qilib ko'rsatgin. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling aka. E'lon bo'yicha keldim. Sizlarda ish bor ekan. Shunga rahbar bilan gaplashsam dedim. Voy akajon, ozgina kech qolibsiz. Kecha oxirgi ishchini ishga olib qo'ydik. Ming bor uzr a? Mayli, xo'p. Okajon, 1 minut. Ha, keling o'tiring. Xuddi sizni ancha yildan beri taniydigandayman. Yuzingiz juda ham nurli. Qattiq ko'rishganmiz, aka? Men o'zi e'lon bo'yicha kelgan edim. Haqiqatdan ham yuzlaringiz nurli ekan. Xotiram, siz ishga olindingiz. Ertaga ishga chiqsangiz bo'ladi. Yo'q, ertadan emas, bugundan ishga tushsangiz bo'ladi. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Ya Allohim. Otam qilgan duoni mensimaganim uchun shuncha ajr bersang, agar otamning duosini olib yursam, meni nimalar kutyapti? Yuzini nurli qilib ko'rsatgin. Allohu